Andijon viloyati Jalaquduq tumanidagi Neftchilar mahalla fuqarolar yig'inida Turonbank tashabbusi bilan tuman hokimimiz hamkorligida juda chiroyli seminar tashkil etildi. Seminarda fuqarolarimiz o'ziga kerakli, qiziqtirgan savollar bilan qatnashdi. Turonbank bilan hokimligimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mana bugun bizda Jalaquduq tumanida juda chiroyli seminar bo'ldi. Men mana shu hududdagi mahalla fuqarolar yig'ini raisi Abdullayev Rajdaxon bo'laman. Bugun mana fuqarolarimiz kelib bu yerda ko'p narsalarni o'rgandi janob bugungi mehmonimizdan. Va mahallalarga kerakli ma'lumotlar berish uchun mana broshuralarni tarqatildi. Xudo xolasa bugungi seminarni bu yerda aholimizga juda ko'pchilikka tarqatamiz va bugungi olgan bilimlarimizni ularga o'rgatib boramiz. Ko'p xatoliklar yo'l qo'yganlarni ham bilib oldik. Yerga ishlov berishda, limonlarga ishlov berishda hammasini o'rganib oldik. Shuning uchun sizga rahmat aytaman. اینم امروز توی جلاقدوق خیلی سمیناری عالی شد. ما از این زیاد چیزی یاد گرفتیم. آدم ها مردم ها دیدن که اشتباه زیاد شد. ممنون و تشکر از شما. ما خوشبختانه به دستور آقای رئیس جمهور و پیگیری رئیس تورانبانک آقای چهار میرزایی الحمدلله یک شرایط به وجود آمده که ما در همه محله ها می رویم و اونجا به کشاورزان روش های جدید، روش هایی که میتونه در توسعه لیموی ازبکستان تاثیر داشته باشه کلاس هایی برگزار میکنیم. این کلاس ها ان شاء الله بسیار بسیار مفید خواهد بود. خواهش من از این هستش که با تکنولوژی جدیدی که به شما آموزش داده میشه لیموهاتون رو پرورش بدین. ان شاء الله من قول میدم برای سالهای آینده شما چندین برابر تولید میوه خواهید داشت. O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga, keyin Turonbank raisi Chor Mirzayevga o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Ular shunday yaxshi sharoitlar yaratib berishdiki, men bu yerga kelib, sizlarga o'z bilimimni ulashyapman. Men umid qilamanki, yil oxiriga kelib O'zbekistonda sizlar issiqxonalardan juda yuqori daromadlar olasiz.